shunaqa qatlamali pisir somsa tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladi masalliqlar: piyoz, go'sht. Shunaqa menda muzlatilgan go'sht bor edi. Uni oldindan olib qo'yamiz eritish uchun. Piyozlarni mayda shaklda to'g'rab olamiz va go'sht bilan birga aralashtirib, tuz, pripravalar tabga ko'ra solib olamiz. Menda brinza ham bor edi. Xamirlarni shu holatda kesamiz. Oldindan yog'langan xamirlar edi. Shu holatda kesdik. So'ngra ularni yoyib olamiz va piyola ichiga qo'yib, qiymani solib shu holatda tugib olamiz. Dumaloq shaklda bo'lishi kerak, mana ko'rganlaringizdek. So'ngra ularni listga terib olamiz. Oldindan qizib turgan pechkaga ustini tuxum sarig'i bilan artib, ustidan ziralar, mana shunaqa pripravalarni, ziralarni sepib olamiz. Mana somsamiz ham pishib chiqdi. Qarsillama pisir. Shunaqa yoqqan bo'lsa menga obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'ying. Bu mening birinchi videoyim, ilk.